Allo, assalomu alaykum, Sardorbek, sizmisiz? Ha, menman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q, bezovta qilmaymiz. Rahmat, o'zimni tanishtirib o'taman. Biz sizga hozirda yaqinlaringizning iltimoslariga binoan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Shu loyiha boshlovchisi Mumtoz Begim bo'laman. Rahmat. Sizni bugungidek go'zal ayyomlar, shukronalik, shodiyonalik kunlar bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Tanu joningiz sog'lik, omonlikda bo'lsin. Qalbingizdagi barcha ezgu niyatlaringizni ijobatini ko'rishingizni ham tilab qolamiz. Mayli, rahmat. Salomat bo'ling. Bugun bizning loyihamizga sizga atalgan tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz, ushbu tabriknomalarni mualliflari kim bo'lishlari mumkin? Endi bilmasam. Taxmin qilib ko'ring. Taxminan onajonimdanmi? Mashalloh, albatta. Zero adashmadingiz. Ayni daqiqalarda barcha yaqinlar nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi ana shu mehribon enangiz Yangiljon opa hamda og'angiz G'ayratbek akalar sizni bugungi go'zal ayyomlar bilan muborakbod etmoqdalar. Rahmat, sog' bo'lsinlar. Rahmat. Tabriklash uchun rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Ularga hamrohlikda Muborakxon opa, Gulnozaxon opalar va Behruzbek, Mavluda, Musharraf va ukalaringiz Javohir, Uchxon, Firdavs hamda barcha yaqinlaringiz nomlaridan ham qabul qilasiz. Rahmat. Hammasi sog' bo'lsinlar vaqtimizda. Tabriklar uchun katta rahmat hammasiga. Rahmat. Bu joningizni hamda akangizni sizga atalgan tabriknomalari, dilnomalari bor ekan, agar ruxsat bersangiz ushbu tabrik xatlarini sizga o'qib berardim, maylimi? Mayli. Rahmat kattakon, marhamat, qabul qiling. Assalomu alaykum, mening pahlavon o'g'lonim. Otasini g'ururi, onasini suyangan tog'i, oilasining faxru g'ururi bo'lgan qadrli nabirajonim. Seni bugungi qarshalagan yoshing, shukrona kuning bilan tabriklayman. Baxtlaring bardavom bo'lsin. Inshaalloh, Robbim Allohim seni hamisha har bir qadamingda qo'llab-quvvatlab tursin. Allohim hamisha hamrohing bo'lsin. Jonim o'g'lim, inshaalloh tani sog', umring ziyoda bo'lsin. Xayrli va barokatli umrlarning egasi bo'lgin. Allohim seni shunday baxtlar bilan siylasinki, hatto bu dunyodagi eng baxtliman degan insonlar ham seni baxtingga sog' bo'lsinlar. Inshaalloh bundanda omadli zafarlar quchguvchi, ehson qilguvchi badavlat insonlar safida turgan. Yuzlaringni yorug', martabangni baland qilib qo'ysin. Oilamizga, bizlarga kelin emas, qiz bo'lib kelguvchi. Senga esa vafoli yor bo'lib, soliha qizlarni nasib qilsin. Tavallud ayyoming muborak bo'lsin deya ushbu go'zal nomalar siz uchun. Og'angizni ham sizga atalgan she'riy satrlar ham bor, uni ham o'qib eshitiraman, marhamat, qabul qiling. Oyni quchgim kelsa, narvonim bo'lgan. Og'ir yuklarimda karvonim bo'lgan. Boshimni yo'qotsam, sarbonim bo'lgan, qadri osmonlarga teng bo'lgan ukam. O'ziga dard kelsa, ko'nib ketadi. Mening dardim uchun sinib ketadi. Qutsam onamning mehrin sezaman, onam kabi ko'ngli keng, mehribon ukam. Yuragi osmondek mehri cheydingiz. Jigarlar birlashgan joyi bir ildiz. Har nedan qadrli, har nedan aziz, qadri osmonlarga teng bo'lgan ukam, dadam kabi ko'ngli keng, mehribon ukam deya o'zlarining samimiy tilaklariga yakun yasaganlar. Sizni ham yaqinlaringizga aytmoqchi bo'lgan dil so'zlaringiz bo'lsa, marhamat, eshitamiz. Shuma tabriklaganlara hammasiga katta rahmat. Hamda sog' bo'lsin, hammasiga katta rahmat. Buvimizdan rahmat, og'amizdan katta rahmat. Sog' bo'lsinlar. Ilohim.
Salomat bo'ling. Qimmatli vaqtingizni biz uchun ajratganingiz hamda samimiy suhbat uchun rahmat kattakon. Salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Sizlarga ham rahmat katta, sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat.